U varsa akamni mashinaga jetibdi, u o'lib qoldi. 3-qism. Otiga uzartilgan qo'l. Nima chiroyingni? Pokiga aytib pishib yursa, ha? Achchig'ingda yana bir qo'limni chiroq qilib qo'yay deb o'ylayapsan. Shunda qo'yilgan bo'lsang, de buni itingni ket. Mening matchig'im kelsa, seni har nima qilib tarayman. Aldingmi? Vut o'lmaydigan qara. Og'zingni yum hayvon. Nim deb bichirlayapsa? Men sening dadang bilib qo'y. Dadangga mushundaq gap qilamsan? Nereden o'ylab topding bunda qamlashmagan ishlarni? Sen mushundaq qilib yurib, la'natga qilishdan qo'rqmamsan? Men seni kichik chaqangdan boshlab ming bir gapni biqib cho'ng qildim. Valla bugun kun kelganda sening qo'lingda jinim chiqib ketgan o'xshamamdi. O odam bo'lmaydigan hayvon. Men seni dadisi qo'l ko'tara deb cho'ng qildimmi? Qani gap qila. Men zaten nima gunoh qilgan bo'g'itdim? Nima qilganimga menga shuncha dard azoblar keltirgandi. Beshimga kelgan bu alamlarni qanday qilay? Bundaq kunni ko'rgücü tuyuqsa jinim chiqib keldi. Sen hamma gunoh menda, hamma gunoh menda. Seni kichik chaqanda bekib yurman yerga dumlab yurayotgan bo'lsam, bundaq kunni ko'rmas bo'g'itdim sen. Sen menga muaz. Sen adam bo'lmaydigan hayvon dahi ota ballıqdan ayılış to'xtamay deb bu bilimini elib keldingmi? Ha? Tova. Qandaqmi xijil bo'lmay menga bu gaplarni qilib yursan? Sen vicdan degan narsa bormi yo'q? Bu hayvon. To'xtamni nima qilib yursa? Vut o'lmaydigan qara. Sen nima qilib meni qarg'aysa, ha? Sen boshqa bolalarning kuyingandek menga kuymaysa, başka bolalarni bo'lsa obdan o'qitib xizmat qilding. Meni bo'lsa tashlab qo'yding. Hatto meni ursa, sen menga hech nima bilishga demaysan. Başka bolalarga qilmaganlaring qolmaydi. Senmi dadimi, ha? Men yasining o'gay bolang bu. Mening sendek dadam yo'q bilib qo'y. Bugun men seni bo'g'ib o'ldirdim. Kaçtı. Varsiga aram tomoq yenishlariga o'xshamamdi.